sotuvga mana cho'nchak bo'lib, puli yengilidan so'ragan aka-ukalarga Ganover beramiz chiqdi, ona bolasi. Bugungi sanamiz 4-mart. Bo'yini balandligi onasini taxmini 68-69 atrofida, yoshi 8-9 yashar, yeb ichishi tani joni sog'. Kechki tug'ilganiga ayg'irga qo'yilmagan. Bolasini ham otasi Ganover. Bo'ylari taxmini 1.48-47 atrofida, yoshi 6 oylik, erkak toy. Xolagan aka-ukalarga onasini o'zini ham sotamiz. Narxiga kelsa onasini o'zi 31 million. Bolasini ham alohida sotaveramiz. Xolagan odam ona bolasini, xolagan odam bolasini alohida ham olsa bo'ladi. Telefon nomerlarini qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Ayg'ir bor aka-ukalarga tavsiya qilib qo'yamiz, xudo xolasa. Bolasini ko'rib onasini olgin deyshadi. Bo'yni boshi uzunligiga bir ahamiyat berib qo'yasizlar, bola berganiga. Oyoq qo'llari ham chaqqongina bu. Uzunligiga, bo'yni boshiga bir ahamiyat berib qo'yasizlar. Aybi yengil kelgan sal og'riqroq, xudo xolasa puli ham yengil shunga yarasha. Lekin og'riq bu tez qochib oladi-yu. Ayg'irdan chiqishi 10 sonroq bo'ladi.